Qaranglar, hozir sizlarga qanaqa zo'r biskvit retseptini oldim. Klassik biskvit, o'sha o'zimizning burungi biskvitlardan, mana oq va qorasi. Hozir bundan tort qilamiz. Menimcha nima tortligini уже bildinglar. Kim topadi nima torti bu? Bu yoqda bo'lsa maslinniy krem mana. Haqiqiy maslinniy o'zimizning burungi sariyoli krem mana. Sariyo va sug'ushvonkali mana. Zo'r tort qilamiz hozir. Sizlarga mahroviyni mana yaqindan olib ko'rsatmoqchi edim. Mana kremlarni qaranglar. Bu maslinniy krem, qaymoli krem emas, sariyoli krem. Ganajlari, ko'shlari. Haqiqiy nonli biskvit. Turetskiy biskvit emas bu. To'yimli haqiqiy mana nonli biskvit. Mana. Juda ham mazali chiqdi. Bizasini tayyorlab ko'ringlar. Mazasi rostdan zo'r. Qaranglar biskvitlarini. Non mana. Propitka bo'lgan. Turetskiy biskvit emas, bu tortni bitta kusokini yeb to'yasizlar-da.